Buyuk sarkardalar. Shohrux Mirzo. Shohrux Mirzo Amir Temurning o'g'li va Sohibqirondan so'ng u qurgan markazlashgan davlat hukmdori. Shohrux Mirzo 1377-yilda Samarqandda tavallud topgan. Bolaligidan harbiy san'at, diniy va dunyoviy ilmlarni puxta egallagan. Zehni o'tkir, qo'rqmas va tadbirli bo'lganligi uchun otasi tomonidan valiahd sifatida ko'rilgan. 13-14 yoshlaridayoq Amir Temurning dashti qipchoqqa yurishi davomida otasining o'rniga mamlakatni idora qilgan. Keyinchalik 15-16 yoshlarida ham Amir Temurning 5 yillik yurishlari davomida saltanat taxtini boshqarib turdi. Biroz o'tgach, 17 yoshli Shohrux otasi tomonidan harbiy yurishlarga jalb qilindi. Garchi qisqa vaqt urushlarda qatnashgan bo'lsa-da, otasi uni qo'shinning Manglay va Juvang'ar qismlariga javobgar etib tayinlaydi. 17 yashar shahzoda otasining ishonchini oqlab, jangovar harakatlarda o'z dadilligi va jasurligini namoyon etadi. Amir Temur Shohruxga Xurosonni suyrg'ol, ya'ni hadya qilib beradi. Tarix guvohlik beradiki, Sohibqiron vafotidan so'ng yirik, markazlashgan, iqtisodiy va siyosiy jihatdan qudratli davlat parchalanib ketish xavfi ostida qoladi. Bunga sabab Temuriy shahzodalarning hokimiyatga intilishlari yo'lida birlasha olmasliklari edi. Temur qurgan davlat qisqa vaqt ichida mayda hokimliklarga bo'linib keta boshlaydi. Shunday murakkab siyosiy vaziyatda Shohrux Mirzo maydonga chiqadi. U Temuriylar davlatining yuragi Mavarounnahr va Xurosonni saqlab qoladi. 1409-yilda o'g'li Mirzo Ulug'bekni Mavarounnahrga hukmdor qiladi. Ammo barcha harbiy siyosiy masalalarda o'zi eng yaqin ko'makchi bo'ladi. Shohrux Mirzo o'z hayoti davomida otasi barpo etgan davlatning hududi, iqtisodiy qudrati va harbiy salohiyatini saqlab qolishni maqsad qildi. Ozarbayjon va Seistondagi bo'linishlarga chek qo'ydi. Xorazmni Dasht Qipchoqdan qaytarib, o'z davlati hududiga qo'shib oldi. Manbalarning guvohlik berishicha, Shohrux Mirzo tadbirli hukmdor edi. Uning bosh shiori adolat bo'lgan. Harbiy yurishlarda otasi kabi tinch va himoyasiz aholiga qarshi kuch ishlatmaslikni qattiq nazorat qilgan. Davlat boshqaruvida ham tenglik va adolat tamoyillarini ustun bilgan. Bir 1447-yil Shohrux Mirzo vafot etadi. Oradan 2 yil o'tib, Mirzo Ulug'bek ham fitna qurboni bo'ladi. Natijada Shohrux Mirzoning sa'y harakatlari sababli mustahkam turgan Amir Temur qurgan davlat qisqa vaqt ichida parchalanib ketadi. Shohrux Mirzo Amir Temurdan so'ng buyuk davlatni adolat va tenglik asosida boshqargan hukmdor, jasur hamda tadbirli sarkarda sifatida tarixda qoldi.